Bugungi darsimizda multimetrlardan qanday foydalanish va elektroparametrlarni qanday to'g'ri o'lchashni ko'rib chiqamiz. Bugungi darsimizda biz quyidagi ikki turdagi multimetrdan foydalanamiz. Ya'ni ushbu turdagi multimetrimiz klishli variant hisoblanadi. Ushbu turdagi multimetrimiz esa klishsiz variant hisoblanadi. Ularning asosiy farqlari: klishli multimetrimiz tok o'tkazuvchi qismidan oqib o'tayotgan tok kuchini bevosita klishlar orqali o'lchash imkoniyatini beradi. Ushbu turdagi multimetrimiz esa bizga tok kuchini ketma-ket ulanish orqali o'lchash imkoniyatini beradi. Ya'ni bunda biz tok kuchini o'lchamoqchi bo'lsak, 20 ampergacha tok kuchini o'lchashimiz mumkin. Bunda esa katta toklarni ham o'lchashimiz mumkin va ushbu klishli multimetrimiz orqali biz 400 ampergacha tok kuchini o'lchash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ushbu turdagi multimetrimizda yana funksiyalari bor, ya'ni o'zgaruvchan kuchlanishni o'lchash. O'zgaruvchan kuchlanishni o'lchashda esa ushbu parametrga qo'yib olamiz, multimetrimizni o'lchaymiz. Bunda bizda hozir 192 volt ko'rsatyapti va ushbu parametrimizda esa bizda o'zgarmas tokni o'lchashimiz mumkin va yana bitta parametrimiz bizda, ya'ni prozvonka funksiyasi. Bunda kabelimizning uzilgan joylari bormi yo'qmi o'shani aniqlashimiz uchun, ya'ni kabellarni tekshirish yoki dvigatellarni tekshirish uchun quyidagi prozvonka funksiyasidan foydalanamiz. Bunda bir-biriga kontakt bo'lganda bu o'zi signal beradi. Boshqa funksiyaga o'tmoqchi bo'lsak, ushbu funksiya tugmasi orqali o'tamiz. Bunda bizda qarshilikka qo'yildi, ya'ni o'zi avtomatik ravishda qarshilikning necha ohm ekanligini aniqlaydi. Yana bitta funksiyamiz bizda. Ushbu funksiyamiz esa bizda kondensator va diodni tekshirish uchun kerak bo'ladi. Kondensatorimizni mikrofaradda o'lchaydi, ya'ni kondensatorimizni faradini ushbu funksiya orqali o'lchashimiz mumkin. Ya'ni ikkinchi funksiyasini tanlash uchun funksiya tugmasini bir marta bosamiz va diod rejimiga o'tadi. Bunda diodni sog' yoki teshilganligini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Keyingi funksiyamizda esa NCV funksiyasi hisoblanadi. Ushbu funksiya bizga yashirin kabellarni aniqlash uchun, ushbu turdagi kabellarimizda kuchlanish bor yo'qligini aniqlash uchun kerak bo'ladi. Buni funksiyamizni aniqlaymiz. NCV funksiyamiz yana bir marta bosadigan bo'lsak, bizda live rejimiga o'tadi. Live rejimi esa bizga nol bilan fazani ajratib olish uchun kerak bo'ladi. Buning uchun biz live rejimiga qo'yamiz. Qizil shupimiz orqali fazani aniqlaymiz. Bu signali yuqorisi bizda faza bo'ladi, nolda signal bermaydi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.